Hammaga salom. Salom TVdan bir oyga tekinga obuna kerakmi? Unda savollarimizga to'g'ri va qiziqarli javob bering. Shu paytgacha eng zo'r deb bilgan web serial qaysi? Serial emas, kino. Shu o'zbek harbiy kinolarni ko'proq ko'raman. Misol uchun, Baron 2, 3 qahramon. agar sevgan insoningiz bilan kinoteatrga borganingizda qaysi filmni ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Harry Potter. Menga ko'proq fantastik film yoqqani uchun menimcha qasoskorlar bo'lsa kerak. Andisha va g'urur. Bilmasam, men sevgan so'nim yo'q. Vatan degan kino bor-ku. Eng yaxshi ko'rgan kinolaringiz nomi? Dadam bo'ydoq. Harry Potter. Sizni shu paytgacha sportga undagan yoki undaydigan film bormi? Sportga? Ha. Unaqa film yo'q, lekin o'zim sportga qiziqaman. G'olib degan hind filmi bor. Motivatsiya beradigan filmda. Sportga undaydigan film Farsaj avtosportga undaydi. Baxt izlab. Baxt izlab. Eng yaxshi ko'rgan kinoyingizchi? G'urur va andisha. Bolaligingizni eslatuvchi kino nomi bormi? Abdullajon. Bu sizlarga 30 kun davomida Salom TV platformasidan onlayn kinoteatrdan xohlagan kino va seriallaringizni ko'rishingiz mumkin.